içinde bilimdek bir güzel yar yok. Bilim dil özgü tutkan yar bulur o cayda var yok. Bilimdek bir güzel yar yok. Assalamu alaikum muhterem atala anılar. Bizning dünya e'tirof qilgan ustoz san'atkorimiz xalqaroliq rassom G'ozi Ahmad akani Miroj shirkatiga o'zining No'ruzlik sovg'asini taqdim qilishga taklif qilayli. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram bugungi so'ringa qadam tashrif qilgan mehmonlar. Shuningdek Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining qurg'uvchilari, hojimlar. Yaxshimisizlar? Men bugun Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining mehmonlarga salgan katta dasqindan foydalanib, bugungi bu so'ringa ishtirok qilgan mehmonlarning, shuningdek bu şirketinin barlıq kelişi üçün qan terini singdirgan hojimlarning No'ruz bayramini qizg'in tabriklayman. Bu o'rinning Uyg'ur xalqining an'anaviy binokorlik san'atidan eng munavvar o'rnaklarni elib, shundoq go'zal zinnatlanganligi, shuningdek buningga xalqimizning hunar san'at o'rnaklari, uning nusxalarini muzi holatga keltirganligini ko'rib huzurlanib o'tdim. Ham buningga aql farosat ishlatgan bu hojimlarga ofirin o'qib, chin ko'nglimdan rahmat aytib o'tdim. Men faqat tunugun bu faoliyatning bo'lganligidan xabar topdim. Endi men quruq qo'l kelishga azroq uyaldim. Cho'ngroq bir narsa olib kelishga vaqt yor bermadi. Shuning uchun men bir parcha o'zimning o'z qo'lim bilan yozgan husn xatni olib keldim. Bu mening bir ko'ngil so'g'am, qabul qilishinglarni o'tinaman. Bu husn xatga yozilgani arabcha so'z bo'lib, al-mat'amul islomiy degan so'z. Buning uyg'urcha ma'nosi islom taomlari degan gap. Men imzo qo'yib tamg'amni bosdim. Men ishiniman hojimlarning halol emgaki bilan topgan iqtisodini sarf qilib, bundaq katta bir shirkatni qurganligiga qaraganda bu cho'qim rivoj topadi. Bundan keyin taxmo taraqqiy qilganligiga ishinaman. Rahmat ko'pchilikka. Endi bizning katta olimlarimizdan birisi muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ana tilimizda bizga yetkazib bergichi ustozimiz Muhammad Salih Qarajim ustozimizni ikki kalima so'zlab berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli sorun ehli. Biz bugün No'ruz bayramını ötküzü münasebeti bilen bu Miroj şirketininki ordusqa yig'ilib jam bo'lib o'tiribmiz. Miroj shirketininki bu sarayı bizninki mimarchilik san'atimizningki eng isil namunalarini tartib topgan bo'lib, bu qurilishninki qad ko'tarib
meydanga chiqishi bizningki naqqochilik, me'morchilik san'atimizni yana alohida yuqori bir seviyega ko'targan bo'ldi. Bu munosabat bilan Miroj shirkatining xo'jayinlari bizningki burunqi an'analarimiz bo'yicha mushu o'rniq atab bir arab she'r yozib berishimni, buni o'zimizningki an'anasi bo'yicha naqsh bilan o'rninki tomlarga uyib chiqdiganligini aytgan edim. Men bu sorunda arab she'r yozib o'qishning toza munosib emas ekanligini aytib o'zi bayon qilgandan keyin shirkat xo'jayinlari xalqaro so'rinlarda podshohning o'rdanlarida arab she'r yozib o'qiysan, bizning bu yerdagi o'rnimiz san kichik kelib qolamdi degan chaqchaq so'zlari meni bu o'tinishni qayta o'yinlashga majbur qildi. Demakchilardan bizningki tarixiy, an'anaviy qurilishimizni nazarda tashladigan bo'lsak, mashhur, dangdor imoratlarningki keyingilarga o'rnak bit saqlab qolish uchun, tunishtirish uchun ularga naqsh bilan ba'zi arabcha, farscha she'rlarni yozib qoldirilgan. Shundaq bo'lganlik uchunmi bu qurilishga shundaq she'rlarning yozilishini uyg'un deb qarayman. Masalan, Oppoq xo'janing bozorining oldigan bo'lsak, cho'ng darvozasidan kirgandan keyin ko'z oldimizdagi qabriga yozilgan mundaq farz she'r bor. Bima'shuqi badu andar jihan taq maqami aşiqi ra hamshudu juft baguşi dilarsat ashad fi g'ayb ki tarihi vafat tashra xudo guft. Bu she'rdan Oppoq xo'janing kelaqi bino bo'lgan, yani Oppoq xo'janing o'lgan vaqtning tarixi abjaddan chiqarilgan. Bu sınay tushki Zeynul Aimma mazari Zeynul Aimma degan Qashqarda bizningki o'z vaqtida o'tgan, tarixda o'tgan zo'r olim. Nurg'un asarlarni yozgan. İslam fiqhidagi Hidoyaning sharhi mashhur Nihoyaning muallifi ana shu Zeynul Aimma. O'z vaqtida ilmiy asarlar bilan zo'r shuhrat qozongan bo'lib, bu zotningki ta'rif uchun ayni zamonninki bir adibi Zeynul Aimmati la zallat hidayatuhu saddan li idlali ya'juji ve ma'juji artucu muhqaratul lakin binisbetihi yecuzu lav bahatid dunya bi artuci degan she'rni yozib qoldirgan. Bu she'rning asosiy mazmuni Zeynul Aimma shunda bir zo'r olimki, bu odamningki yetakchiligi, hidoyat nurlari mangu chaqnab tursin. Ortish bo'lsa kichik bir arzimasga mush odamning otishliq bo'lishi bilan dunyo otish bilan faxrlansa arziydi degan mazmunda. Mundaq desam otishni maqtaydi ekan demanglar. Men tarixiy bir voqea so'zlash uchun tilga ilib o'tyapman. Lekin mening jutum otish xalqi hozir boshqa yer qaraganda fikrim ko'p meningki. Buni ayrim kishilarga da'vatman, bu so'zni demayman. Demak men jutparast emas demoqchi, jumanglar baya da'vo kelib qoldi. Shuningga mashhur bizning olim tarixda o'tganda tajalli sohibninki yozgan bir qasidasi bor. İlal acemiyil birri hiccu fezalikum habibun radiyun vel humamul muyammamu deb boshlandi. Divan lug'at turkda mashhur olimlarninki nomi
kemden kem tilga iliniş bilen billa şaştı ötken bir alimninki alayda tilga ilinip onun namı kaldırılgan. Bununla Surah Lut'ninki muallifi karşı özününki Surah Lut'u yazgan zeylide bu adamninki kavrini ziyaret kılgan vaqtda onun üstüge bir şiirninki yazıp kaldırılganlıkını alay tilga ilip ötken. Lamma hadartu huna li es'ale haceten fecra Allah lefsi biyumnil qali iftah li Allahümme kable menahici biftuhi hadil alimil kaffali. Kaffali şaşi degen alimninki şu gümbüzüge bu şiirini atap yazıp nakşilat oydurulgan. Bu şu enilerge asasen bu ne bu şu Miraj'ın ordusununki bir hatır süpütü de kiyinkiler kaldırış için bir yazılgan Arap şiir olup bunu men ehli sorun aldı da okup bitey. قم حبيبي ننطلق كي نطربا أنا أحيانا أحب الطربا قصر معراج فريد مشرق وصفه يعيي جميع الخطبا بين عيني بدا القصر المهي بفإعظاما خلعت الجوربا صفة الأحباب طرا دعيت فاجتمعنا فقضينا المشربا أيها الزائر في ظل المنى أترى قصرا هنا أم ملعبا فلدى القصر وقفت حائرا وأجلت الطرف فيه معجبا وهو فرد في المباني كلها فجواد الحسن فيه ماكبا بالمباني كلما نزرته فتراه في المباني كوكبا نهر حسن القصر لم ينضب إن كان نهر الأرض يوما نضبا بجلال الصنع قد يمدحه كل ضيف عجما أو عربا فإذا ما جئت في أنحائه ذقت طعاما مشتهى مستعذبا في زوايا القصر يوما جالسا صرت أبكي لشباب غيبا أعجبتني يا خليلي ها هنا قولة الخدام لي يا مرحبا فبنت فتية من صفة القوم هم كانوا صراط نجبا قد أعادوا أحد أجداد لنا أحسن الصنع فنالوا المطلبا فكتبتم صفحة خالدة صفحة المعراج يبقى حقبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا رجل صنع اليدين عندهم من جميع الناس أعلى رتبا صادت المعراج ترا لبسوا من تراث المجد ثوبا خشبا كل ما في القصر من أعجوبة قلمي لم يستطع أن يكتبا برحمة الله. Assalamu alaikum. Hürmetli ustazımız, kılşunas, cemaat erbabımız Emin Tursun Hacı Maksimizne iki kelime söz kıpırıştık kıpımız. Merhamet. Esselamu Aleyküm Novruz ehli. Hemmelerinin Novruz yani yeni yılları mübarek boğay. Şu Novruz münasebeti bilen bugün bir yerde Keremcan Mahmut na çok sevaplık işini başlattı. Bunun Novruz'un kutluk bayram ikenligini bilgen Keremcan yılının 5'i de